Assalomu alaykum hammaga. Men bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam shuki, ko'pchilik talab va istaklari binoan nima desam ekan, bu svarka qilishni o'rgatishni so'rashgan. Men hozir sizlarga shuni qanaqa qilib to'g'ri qilishni o'rgataman. Qarab turinglar. Bitta metalni qo'ydik, yondan boshladik. Elektrodni o'ngdan chapga, chapdan o'ngga, ya'ni metalni qalinligiga qarab 3 mm 4 mm dan o'ynatib borish tavsiya qilinadi. Uni tezligini nima deydi? Ushlab turish kerak. Tezlashib ham ketmasligi kerak, sekinlashib ham ketmasligi kerak. Buni qo'yadigan odam juda yaxshi biladi. Shunaqa qilib davom etamiz va qaraymiz. Yaxshilab pishirish kerak-da temirni. Hozir mana bu svarkam juda ham zo'r chiqdi. Mana shlaklarni o'zi qo'parilib turadi shlaki. Agar videom yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lishni so'rab qolarim sizlardan. Kanalim yangi, hali bu birinchi video. Hammaga rahmat.